Bugun energiya resurslariga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan sharoitda sohada mutlaqo yangi yondashuv talab etilmoqda. Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, tarmoqlarni raqamlashtirish, yo'qotishlarni qisqartirish va eng muhimi, aholini uzluksiz energiya resurslari bilan ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Prezidentimiz raisligida yoqilg'i energetika sohasini yanada takomillashtirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash yuzasidan Farg'ona viloyatida keng ko'lamli amaliy ishlarga kirishilgan. Asosiy e'tibor muammolarni kabinetda emas, joyga chiqqan holda aniqlash va ularga tezkor yechim topishdan iborat. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi boshchiligidagi ishchi guruh Farg'ona tumanida gaz va elektr ta'minoti infratuzilmasini kompleks o'rganmoqda. Jarayonlarni muvofiqlashtirish uchun maxsus shtab tashkil etilgan. Bosh prokuror o'rinbosari shtab faoliyati, hududda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishib, mas'ullar bilan mavjud vaziyatni muhokama qildi. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilangan vazifalarni o'z vaqtida va sifatli bajarish, aholi hamda tadbirkorlik subyektlarini energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, mavjud muammolarni manzilli hal etish, yangi ish tizimini yo'lga qo'yish yuzasidan aniq ish rejasi belgilab olindi. 27-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbuslari bilan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida O'zbekiston Respublikasi hududidagi iste'molchilarga o'z vaqtida yetarli miqdordagi energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Asosiy vazifalari amalga oshirish bo'yicha bugungi kunda birgina Farg'ona tumanining o'zida qariyb 13 kilometr qo'shqator tarmoqlari va 50 ta ma'naviy eskirgan gaz taqsimlash punktlarini demontaj qilish orqali mazkur hududdagi iste'molchilarga qulaylik yaratish bo'yicha barcha ishlar amalga oshirilgan va bugungi kungacha berilgan vazifalari kundalik, ya'ni dolzarb 10 kunlik jarayonida oldimizga qo'yilgan vazifalarni ortig'i bilan bajarishga muvaffaq bo'lib kelmoqdamiz va belgilab berilgan 10 kunlik muddatga yetib bormagan holatda oldimizdagi vazifalar to'liq yakuniga yetkazish orqali o'zimizni mana shu belgilab berilgan ustuvor vazifalarni amalga oshirilishidagi bu bo'yicha oldimizga qo'yilgan vazifalar ijrosini ta'minlashdagi bo'lgan o'zimizning shaxsiy tashabbuskorligimizni ham ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mahallamiz hududida ham yangi gaz quvuri tortilmoqda. Yormazor hududida yashayotgan 20 ming aholiga bu katta bir yangilik, hayotlarini yengillashishiga, farovon yashashlariga bir yaxshi yangilik. Hammasi yangi quvurdan gazlar xonadonlariga yetib boradi. Qishda betalofat, osoyishtalikda o'tkazib olamiz. Tezkor ishchi guruh Farg'ona tumanida bo'lib, gaz ta'minoti tizimidagi mavjud holatni joyiga chiqqan holda o'rgandi. Tumandagi gaz taqsimlash stansiyasi faoliyati bilan tanishib, tabiiy gazni avtomatlashtirilgan hisobga olish tizimi, gaz hisobidagi tafovutlarni qisqartirish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish hamda zamonaviy texnik yechimlarni keng joriy etish masalalari yuzasidan mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, aholi xonadonlariga tabiiy gazni uzluksiz belgilangan bosimda yetib borishi o'rganilib, ichki gaz tarmoqlarining texnik holatini yaxshilash, qo'shqator gaz quvurlarini bosqichma-bosqich bartaraf etish bo'yicha zarur vazifalar belgilandi. Boshqaruv raisi aholi bilan muloqot qilib, ularni qiynayotgan masalalarni eshitdi hamda mavjud muammolarni qisqa muddatlarda bartaraf etish bo'yicha zarur choralar ko'rildi. Farg'ona tumanida maxsus shtab tashkil etildi. Ushbu shtabda analitik guruhlar jalb etilgan bo'lib, tumanda olib borilayotgan har bir gaz ta'minoti yoki elektr ta'minotidagi barcha ishlar, muammolar hamda amalga oshirilgan ishlar tahlili olib borilmoqda. Hozirda Farg'ona tumanida gaz ta'minoti bo'limi hamda elektr tarmoqlari bo'limlari tomonidan 11 ta brigadalar tashkil etilgan. Bunda ham gaz ta'minoti ham elektr ta'minotini mahallalar kesimida xonadonbay shaklda o'rganib, u yerdagi mavjud muammolarni joyida hal qilgan holatda ishlar amalga oshirilyapti. Bunda tumanda ASKUK va ASKOE tizimlarini to'liq ishga tushirish, mavjud hisoblash qurilmalarini to'liq onlayn aloqaga chiqarish, aloqasida muammo bo'lgan hisoblagichlarni texnik tartibga keltirgan holatda bularni faoliyatini to'liq yo'lga qo'yish asosiy ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. Ushbu maxsus shtabimizda zamonaviy kompyuter jihozlari hamda internet aloqa tarmoqlari bilan jihozlandi. Barcha amalga oshirilayotgan ishlar, jarayonlar shu yerdan boshqarilmoqda. Har bir xodimga onlayn boshqaruv platformasi orqali sun'iy intellekt kunlik topshiriqlarni yubormoqda va bundan tashqari tumanni respublikada namunali tumanlar safiga qo'shgan holatda sohani to'liq raqamlashtirish belgilangan.
Monitoring nazorat ishlari tumanning Beruniy, Novkent va Dilkusho mahallalarida ham davom etdi. Prezident administratsiyasi vakillari, soha rahbarlari hamda mahalliy mutasaddilar ishtirokida gaz va elektr ta'minoti infratuzilmasi, gaz taqsimlash punktlari, elektr transformatorlari hamda hisoblagichlar holati o'rganildi. Shuningdek, hisoblagichlardagi mavjud muammolarni bartaraf etish, hisob balansini yuritish, gaz tarmoqlaridagi qo'shqator quvurlarni tartibga keltirish, yo'qotishlar va tafovutlarning oldini olish bo'yicha amaliy ishlar ko'rib chiqildi. O'rganishlar yakunida aniqlangan kamchiliklarni qisqa muddatlarda bartaraf etish, belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda gaz va elektr ta'minoti samaradorligini yanada oshirish yuzasidan mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Qatag'on o'tgan temir yo'l bo'yidan ketgan 7 turli diametrdagi gaz quvurlarini 1.9 kilometrini yaxlit 270 millimetrli gaz quvuriga alishtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan maqsad gaz ta'minotini yaxshilash, uchrayotgan texnologiya yo'qotishlarni oldini olish va 13.8 kilometr eskirgan gaz quvurlarini demontaj qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Buning natijasi shahar aholisining 6700 xonadonida gaz ta'minoti yaxshilanadi. Kuz-qishga tayyorgarlik ko'rish doirasida rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash ishlari bo'yicha Farg'ona viloyatida 53 kilometr gaz tarmoq tortish rejalashtirilgan. Bugungi kunda Farg'ona qurilish brigadasi tomonidan Farg'ona shahar Shodlik va Sharshara mafiyalar hududidan o'tgan 3 kilometr 159 millimetrli gaz tarmog'i rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. O'tgan kuz-qish mavsumida muammoli bo'lgan umumiy 28 ta obyekt ishchi guruh tomonidan tanlab olingan va manzilli dasturga kiritilgan. Bugungi kunda 53 kilometr rejadan 18,5 kilometr gaz tarmog'i rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilgan. Barcha qurilish montaj ishlari reja grafik asosida amalga oshirilmoqda va o'z muddatida bajariladi. Farg'ona tumanida tashkil etilgan seminar sohada kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Unda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati hamda Farg'ona davlat texnika universiteti o'rtasida dual ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha hamkorlik memorandumi imzolandi. Tomonlar ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasini kuchaytirish, talabalarning amaliy ko'nikmalarini oshirish, innovatsion loyihalarni birgalikda amalga oshirish hamda soha uchun raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash masalalarida hamkorlik qiladi. Yanada samarali va ilmiy jihatdan yondashgan holda olib borish maqsadida Farg'ona davlat texnika universiteti ilmiy xodimlari va ilg'or talabalarni ham jalb qildik. Bunda dual ta'lim shaklidagi shartnomalar imzolandi. 27 nafar talabalarni Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tizimiga ishga qabul qilindi va ular bugungi kunda gaz ta'minoti yo'nalish xodimlari bilan yelkama-yelka birgalikda ishlarni olib borishmoqda. Shuningdek, universitet tomonidan sohaga oid ilmiy ishlanmalar ham mavjud. Ushbu ilmiy ishlanmalarda bugungi kunda ko'rib chiqib, sohaga tatbiq qilish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Shartnoma tuzildi. Amaliyot davrida ishlaganimiz uchun oylik to'lashar ekan. Biz yoshlar uchun shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga rahmat, minnatdormiz. Tabiiy gaz tarmog'i yetib bormagan chekka va tog'li hududlarda yashovchi aholini suyultirilgan gaz bilan barqaror ta'minlash doimiy nazoratda. Farg'ona tumanida 23 mingdan ortiq suyultirilgan gaz iste'molchisi mavjud bo'lib, ular belgilangan grafik asosida gaz ballonlari bilan ta'minlangan. Jumladan, Maydon mahallasidagi 610 nafar iste'molchi uchun har oy 9,12 tonna suyultirilgan gaz fondi ajratilgan. Hozirda tasdiqlangan reja asosida aholiga gaz ballonlari o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Tizim to'liq raqamlashtirilgan bo'lib, barcha iste'molchilarga maishiy gaz balloni yetkazib berishda PESAID orqali ta'minlab kelinmoqda. Suyultirilgan gaz yo'nalishi bo'yicha Farg'ona tumanida qariyb 22.900 ga yaqin iste'molchilar mavjud bo'lib, ushbu iste'molchilarga suyultirilgan gaz 40-45 kun oralig'ida yetkazib berilmoqda. Shu bilan ham cheklanib qolmasdan har bitta iste'molchining xonadonlarini o'rganib, ulardagi mavjud muammolar, ya'ni ularni o'sha ta'minot yuzasidan qandaydir muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, o'shalarni joyiga chiqib o'rganib, joyida hal etish ishlari olib borilmoqda. Suyultirilgan gaz tarqatish PESAID tizimiga o'tkazilganligi uchun fuqarolarga o'z vaqtida yetkazib berish osonlik tug'dirilmoqda. Shu o'rinda bu korrupsiya holatlarini oldini olinadi, shaffof ta'minlanadi. PESAID tizimi orqali biz mahallamizga gaz yetkazib berilyapti. Hamma yaxshi xursand o'z vaqtida olyapti grafik bo'yicha. Mashinalar kamera o'rnatilgan ekan, aniq manzil egasiga yetib boryapti. Shohimardon kabi tog'li hududlarda ham gaz ta'minoti masalasi doimiy e'tibor markazida. Bu yerda jami 1535 nafar iste'molchi ro'yxatga olingan bo'lib, ularning barchasiga tasdiqlangan grafik asosida suyultirilgan gaz ballonlari o'z vaqtida yetkazib berilyapti. Bu esa olis hududlarda yashovchi aholi uchun munosib turmush sharoitini ta'minlashga xizmat qilmoqda.
suyultirilgan gazni doimiy olib kelib tarqatib turishadi. Fezay tizim orqali bizga tarqatib ketishyapti. Bolalarga ham rahmat. Mahalla yurib, iloji bo'lsa, xonadonimizga olib kelib berishadi. Gaz ballonimizni yaxshi, avvalo Prezidentimizga rahmat. Chekka qishloqda bo'lsak ham bizni hol ahvolimizni so'rashib, gaz bilan ta'minlashadi. Oldingiga nisbatan hozir juda ham oson bo'lib qolgan. Uni plastik nimalarga o'tganligimiz uchun pensiyamiz o'tishi bilan unga o'tkazib qo'yamiz pulni. Muammo bo'lmaydi bizdan. Lekin gaz ballon kelganda shunday chiqamiz, olib foydalanishga olib kirib keta qolamiz. Vaqtida ovqatimiz pishadi, vaqtida choyimiz qaynaydi. Suyultirilgan gazdan foydalanamiz hamma vaqt. Mana bugun ham suyultirilgan gazni olib kelishdi vaqtida. Suyultirilgan gazni olib, oshxonaga olib kirib, bemalol ovqatlarimizni pishirib, choylarimizni qaynatib foydalanyapmiz. Oldinlari endi bunaqangi bir suyultirilgan gazlar yo'q edi, o'choqlarda ovqat qilardik, lekin hozirgi kunlarda vaqtida o'sha bir oyda gazimiz kelib, vaqtida olyapmiz ballonlar. 23 ming qirg'och iste'molchilarimizdan shuni ichidan 1535 ta suyultirilgan gaz iste'molchimiz Shohimardon anklav hududida joylashgan bo'lib, ushbu hududga muntazam uzluksiz grafiklar asosida suyultirilgan gazlarni yetkazib bermoqdamiz. Shohimardon qishlog'i anklav hudud, bu olis hudud toifasiga kiradi. Ushbu hududga suyultirilgan gazni yetkazishimizda yo'llar, chegaralar, Qirg'iziston Respublikasi chegarasi, O'zbekiston Respublikasi chegaralaridan o'tamiz. Vaqtida uzluksiz yetkazib beramiz. Tizimimizga kelsak, tizimimiz FezID tizimiga o'tganmiz. Bugungi kunda har bitta iste'molchiga FezID orqali o'zini ID kartalari bor, litsevoy shotlari bor. O'sha shotlar orqali suyultirilgan gazni tasdiqlatib bermoqdamiz. Tushgan murojaatlarni Telegram gruppalar orqali bartaraf etamiz. Suyultirilgan gaz tarqatishdan oldin ham Telegram gruppalarida e'lonlar berib, undan keyin suyultirilgan gaz olib kelib berish ishlarini amalga oshiramiz. Energiya ta'minotidagi barqarorlik, iqtisodiy taraqqiyot va aholi farovonligining muhim omili. Farg'onada gaz ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish, infratuzilmani yangilash va aholi bilan ochiq muloqot asosida ishlarni tashkil qilinayotganligi, sohada xalqchil mutlaqo yangi boshqaruv tamoyillari shakllanayotganidan dalolat beradi. Eng muhimi, har bir qabul qilinayotgan qaror va har bir amaliy chora ortida inson manfaati, aholi roziligi va xonadonlarga energiya resurslarini uzluksiz yetkazib berishdek ezgu maqsad mujassam.